Qadrdonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda o'tkazib yubormasdan xotirjam bo'lib, o'rnashib olib o'tirib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Bu videoda siz uchun foydali ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bu ko'rib turganlaring Pavlonia daraxti. Pavlonia daraxti bizda 1 yoshli ko'chatlari sotuvda bor. Bu Pavlonia daraxti nima uchun ishlatiladi deyilsa, batafsil yana ekranda raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, qiziquvchilarga biz ma'lumotlarni to'liq yetkazib beramiz, xudo xolasa. Hop, qadrdonlar, bular 1 yoshli ko'chatlarimiz. Avatar ko'chatlari. Nima deyapti? Tomarini bir ko'rib qo'yinglar. Hop, bular 1 yoshli ko'chatlar. Bularni ham hozir ekilish tartibini ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Bizda azizlar 10 xil uzum ko'chatlari sotuvda bor. 1 yoshlik va 2 yoshlik ko'rinishda uzum ko'chatlarimiz bor. Mahalliy uzumlarimiz va yangi uzumlarimiz bizda sotuvda bor. Qiziquvchilar o'sha ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, narx-navolari, hammasini, yoshlari, hamma narsasini batafsil tushuntirib beramiz. Endi vaqtni cho'zmaymizda videoda asosiy qismiga o'tamiz va ko'chatlarni qay tartibda ekilishini sizlarga hozir ko'rsataman. Ketdik. Xo'p, qadrdonlar, bo'lmasam uzum ko'chatlarni qay tartibda ekilishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, qaranglar, bu mana 1 yoshlik ko'chat. 1 yoshlik ko'chat. Buni ko'pchiligiga ko'chat xarid qilgan mijozlarimizga ixchamroq qilib biz kesib jo'natib berayotdik. Bu nimaga kesib berilyapti deb ko'pchilik tushunmay ham qolyapti. 1 yoshli ko'chatda holati shunaqa bo'ladi. 1,5 metrdan o'xshi 1 metrgacha bo'ladi ko'rinishi. Buni original qalamchasi ko'chat uchun yerga ekilgan va tomirlatilgan ko'chat holati shunaqa holatda bo'ladi. Endi buni sizlarga kesib qay tartibda ekilishini ko'rsatib o'taman. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta kurtayni qoldirib kesib beryapman ko'pchilikka. Mana qaranglar, ko'kmay mana. Bu kaltay pishganligidan dalolat beradi. Xo'p, mana shu holatda 4 ta kurtayni qoldirib kesib oldim, azizlar. Keyin nima qilinadi? Xo'p, hozir kuz oyida, qish oyiga kirib ketish vaqtida ko'p joylarda yomg'ir yog'yapti, ba'zi joylarda qor yog'di. Hozirgi mana shu paytlarda, bugungi sanani ham aytib o'tib ketaman. 2025-yilda oxirgi oyda, dekabr oyida turibmiz, 7-dekabrda. Shu kunlarda ham uzum ko'chat olib ekayotganlar juda ko'pchilik mijozlarimiz. Hozir ham mana ko'chatlarni pochtaga tayyorlayapmiz. Xo'p, qadrdonlar, endi 4 ta kurtayni qoldirdik. 4 ta kurtayni qoldirdikda qay tartibda ekiladi? Xo'p, ko'p joylarda yer biznikiga o'xshagan, mana yaqinroqdan ko'rsatdim. Biznikiga o'xshagan nami yaxshi bo'lishi mumkin. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, yerning namligi joyida, bunaqa joylarga suv quyilmaydi. Suv quyilmaydi-da, shu tartibda ko'chatni tayyor qilib jo'natyapmiz-da. Tagiga birinchi qiladigan ishlaring, tagiga yarim siqimdan. Hozir endi o'zimizda uyda dori yo'qligi uchun yarim siqimdan amofosni, mana shuncha amofosni tagiga tashlaysiz va qo'lda bunday qilib aralashtirib o'rasiz tuproqqa. Aralashtirganingizdan keyin ko'chatni qo'yasiz, mana shu holatda qilib. Mana shu holatda qilib yerga qo'yiladi. Sal yonboshlatib ekilsa zo'r bo'ladi ko'chat. Buni qatgacha ko'mib ekiladi. Mana shu bir dona kurtayda, eng tepasidagi bir dona kurtay ochiq qolsa bo'ladi. Qolgani mana shu hammasi kelajakda mana shu uzum daraxtiga ozuqa yetkazib berish uchun tomir qismiga aylanib ketadi. Bu tomirlar yana ham kengayib tepagacha boradi. Tuproq ko'mgan joygacha tomir qismiga aylanib ketadi bu. Xo'p, buni qo'ygandan keyin imkoni borlar iloji boricha biyagomiz olib kelib tuproqqa qo'shib ekishlarini tavsiya qilaman. Chunki biyagomizda yosh ko'chatga ozuqani yaxshi yetkazib bera oladi va namlikni yaxshi ushlab bera oladi. Biyagomizli tuproqni mana unga bir paqir biyagomiz va bir paqir o'zidan chiqqan toza tuproqqa aralashtirib olasiz ikkovini. Aralashtirib olgandan keyin ko'mishni boshlaysiz. Buni yana bitta ma'lumotda aytmoqman. Ba'zi joylarda yer quruq bo'lsa-chi deb ko'pchilik ham so'rayapti. Yer quruq bo'lsa, azizlar, misol bu chuqurni joyda ko'lab olingandan keyin mana shu chuqurga 2 paqirdan suv quyinglar. 2 paqir suvni quygandan keyin bu suv tortib ketishini kutinglar. Suv yer o'ziga suvni shimib olgandan keyin hozirgi tartibda ekishni boshlaysiz. Bu ko'chatga suvni quyib turib, sira suv tepasiga qo'yib ekadigan bo'lsangiz, havo harorati minus darajaga ham tushsa, haligi suv muzlab qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Shuning uchun suvni quyib sirazi ko'chatni qo'yib ekishni tavsiya qilmaymiz. Suvni quyib qo'yasiz, yer o'ziga namlikni tortib olgandan keyin, suv tortib olgandan keyin shunaqa qilib shu tartibda ekasiz. 1 yoshli ko'chatlarni ham, 2 yoshlisini ham. Mana ko'mishni boshladim. Biyagomizli tuproqni solyapmiz mana. Buni yana bitta ko'chat ekilayotganda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Mana uni ustiga chiqib olib, naql oyog'ida ezish shart emas. Bu o'zini holatida ekilaveradi. Mana qo'lda salsamdendek qilib ezib qo'yilsa bo'ldi.
Mana qadrdonlar, yaqinroq olib kelgim, bitta ko'rsataylik. O'sha aytganimdek, bir dona kurtagi tepada qoldi va qolgan qismi yer tagida qoldi mana. Xuddi shu ko'rinishda qilib, mana shu holatda qilib ekasizlar. 1 yoshli kesib berib yuborilayotgan ko'chatlarni va kesmasdan olib ketgan mijozlarimiz ham bor. Shular ham xuddi shuna qilib kesib 4 dona kurtaga qoldirib. Mana shu bitta kurtaga qoldirgungacha ko'mib ekaverasizlar. Buni ko'chat olgan mijozlarimizga har birlariga imkon qadar tushuntirishga harakat qilyapmiz. Mabodo tushunmaganlar bo'lsa, mana shu videoni ko'rib, shunga qarab shu tartibda ekishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, 2 yoshli ko'chatlarni-chi deyishyapti. 2 yoshli ko'chatlar mana. Bizda bulardan 2 yoshli ko'chatlardan sotuvda bor. Holati mana shunaqa mana. 2 metr, 2,5 metrgacha bo'lgan holati. Xo'p, buni qanday ekiladi? Buni kesib olish kerakmi? Yo'q, buni kesish shart emas. Bu 2 yoshli ko'chatlarimiz kesish shart emas. Ekilishi bu bundan oldingi chuqurdan ko'ra chuqurroq qilib ko'lanadi. Ozgina sal ob'yomliroq qilib ko'lanadi. Chunki buni tomir qismi narigidan kattaroq. Mana buni ham shu holatda qilib qo'yamiz. Yaqinroq olib kelgin. Mana buni qanday ekiladi? Bunday qilib yotkizasiz mana. Ko'ryaptimi? Mana shu holatda qilib mana. Ko'ryapsizlar, pashti 1,5 metr joyi tomir qismiga aylanib ketyapti. Xuddi shunaqa qilib yotqizib ekasizlarda. O'sha gap ba'zi joylar quruq bo'ladi. Quruq tuproqda bo'lsa, o'sha aytganimda 2 paqir suvni quyib, suvni shimitib olib turib, keyin bunga ham dorini sepib turib, amofosda yarim siqimda tuproqqa aralashtirib yuborasiz bunday qilib, keyin biogomisli tuproqni ustidan tortishni boshladik mana. Buni ham mana shu ekishda yaxshilab ahamiyat berasizlar, qadrdonlar. Ustiga chiqib buni ham ezish shart emas. O'zi holatida qataveradi. Agar keyinchalik misol maytlar chuqur bo'lib, tushib qoladigan bo'lsa, bu yonida tuproqlaridan tortib yana tekislab qo'yiladi mana bunday qilib. Xuddi shu ko'rinishda qilib ekasizlar, oyog'ida ezilmaydi. Tepasini nima qilamiz degan joylarda, ba'zi joylarda havo harorati mo'tadilroq bo'ladi. Ko'pchilik joylarda uzumlarda yerga tushirib ko'milmaydi. Ko'milmagan joylarga bitta tavsiyam, mana shuni yoniga yog'och suqib turib, haligi yog'ochga baylab mana shunday qilib qo'yaverasiz. Mana shu holatda bo'lib turaveradi. Yog'ochga baylab, keyin bahorda ko'klaganda mana shu pindiklarda har biridan yangi niholchalar chiqishni boshlaydi. Eng tepasidagi niholchani 2 donasini qo'yasizda, qolganini qo'lda sindirib olib turasiz va bu videolar to'lig'ini bahorda o'sha jarayon vaqtida qo'yib o'tamiz, xudo xolasa, tarbiya qilishlarda uzum ko'chatlarini. Hozirgi asosiy ishimiz uzum ko'chatlarni qay tartibda ekiladi. Xo'p, shu holatda bo'lsa, agar bir xil joylar va voha taraflarda bizda uzum ko'miladi deyshadi. O'shalar ehtiyot qilib uzumda mana shu holatda qilib 2 yoshlilarni olingandan keyin mana ozgina tuproqdan tashlab ustiga hashaydan tashlab turib, xuddi shunaqa qilib o'rab yoniga, o'zini oldiga o'rab turib, tuproqdan tashlaysizda, ozgina ustiga hashaydan tashlab turib, ustiga ozgina tuproqdan tashlab qo'yasiz. Shtobi sovuq qattiq bo'ladigan joylarda pindiklariga zarar yetmasligi uchun va bahorda ko'klab chiqishi yaxshi bo'ladi. Pindiklarni sovuq olib qolmasa. Qadrdonlar, bizda o'sha ma'lumotlar, mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib, uzum ko'chat olaman va uzum ko'chatni qanaqa qilib eksam, boqsam yaxshi bo'ladi deydigan do'stlarga, qarindoshlarga, aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz mana shu videoda. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib ketamiz. Qadrdonlar, bizda yaxshi sifatli ko'chatlar sotuvda bor. Bizda 3 xil, 4 xil o'zimizda yetishtirib chiqaradigan mahsulotlarimizni reklama qilib sotamiz. Va o'shani ma'lumotlarni berib boramiz. Yil davomida ham, xudo xolasa, ekilish, sotilish tartiblari, hamma narsasini batafsil bizning kanalimizdan topishingiz mumkin. Qadrdonlar, bizda 1 yoshli va 2 yoshli uzum ko'chatlar sotuvda bor. 10 xil turdagi va yangili uzumlarimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Yangili uzumlarimiz ham bor mana. Shay muskat ta'mli uzumlar va Mayasetsa, Avatar, Manicure Finger va o'zimiz mahalliy, chiroyli, sifatli 1 yoshli va 2 yoshli uzum ko'chatlarini sotuvda mavjud. Keladiganlarga lokatsiyani ham aytib o'tib ketaman. Marg'ilon Yozyovon yo'lida, trassani bo'yida kiraverasizlar. Lokatsiyasini tashlab beramiz. Xohlovchilar uzumga qiziqamanda 10 tip uzumga yoki 5 tip uzumga vodiyga boramanmi deb turgan vohali, toshkentlik akalarimiz ekranda raqamlar qo'ng'iroq qilsalaring, biz Farg'onada bo'lsak, Qoraqalpog'istongacha dastavkalarimiz bor. Pochta, bitta pochta orqali Bunday O'zbekistonda 12 ta viloyatlarni tuman markazlarigacha yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib boringlar, salomat bo'linglar.